Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Ismim Rasulbek Jumashevbek. Xursamiz qayerdan? Xorazm. Xorazm. O, Tashrik jamoangizmi bu orqangizda turganlar kimlar Ha, bo'ladi? bular sostavimiz. Sostav bilan keldim deydi-ku. Ha, sostav. Ular nima qilishadi? Chapek chalib turishadi, ashula aytishadi. Chalishadi bular instrument. Ancha bo'ldimi bu sohada shug'ullanayotganingizga, ya'ni komanda bilan? 25-26 yillar. Uzr so'ragandan. O'zingiz necha yoshsiz? Necha yoshsiz? 40 yosh. Demak, 15 yoshingizdan beri shug'ullanasiz, to'g'rimi? Ha. Meni ismim Rasulbek Jumashev. Bugun mana biz o'z jamoamiz bilan O'zbekistonda bo'lib turgan talant shouga Xorazm milliy yo'nalishidan papuri tayyorlab kelganmiz. Jamoamizda hozir bugun 9 ta kishimiz. Ustozimiz G'ofur aka, Otabek ukamiz bugun baraban chaladi. Endi bu ukamizga kelsak, klavish chaladigan bola Sherbek ukamiz akordeonmi, klavishmi, pianinami, boshqa narsami me'yoriga yetirib chaladigan bolalarning bittasi. Endi o'zimiz kamina xonanda hofizimiz. 4-5 yil bo'ldi bular bilan tanishib kelib, birga ishlab boshlaganimizga. Yaxshi sozanda, yaxshi xonandalar. Bizani jamoamizda ajralib turadigan eng san'at sohasida kerakli narsa borda. Eng birinchi san'atda kerak narsa quloq bilan yurak, dard. O'sha bu bolalarda Xudoga shukr uchalasi ham mavjud deb o'ylayman-da, bor deb o'ylayman. Bizni kuzatishni davom qiling. Qo'limizdan kelgancha ashulalarimiz bilan xalqni, ya'ni ko'ngildan joy olishga harakat qilamiz. Boshlang. Aha. Ağlar dün gece hapşırmandan. Ağlar dün gece hapşırmandan. Bir yar sevdasına yârey düştüm de geldim. Bir yar sevdasına yârey düştüm de geldim. Ay kılman dostlar beni geldi de. Bey bitmeyiz dostlarım ey, beni geldi de. Bir yar sevdasına yârey düştüm de geldim. Bir yar sevdasına yârey düştüm de geldim. Haydi! Bilmeyim aşığın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Yürek balı güymezse, bir huda yansa bulmaz. Sen bende artık o tişre, yanmasın sansa bulmaz. Aşkım düştü yürekke, aşkı balsa bulmaz. Deryada damgar yaşı kaytarıp alsa bulmaz. Boy boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy, ala göz gel beri hay, kara göz gel beri.
Fantastika. Zo'r. Просто zo'r. Endi Xorazmliklardan nima kutish mumkin yana? Xorazm san'ati u butun dunyoga mashhur san'at. O'zbekistonda Xorazm san'atini o'zini alohida o'rni bor. Xorazm san'ati hammani lol qoldirgan va bugun ham shaxsan men lol qoldim. Jonli ijro yana shunaqa bo'lishi kerak. Bunaqa etish uchun bilasizmi? Agar hozir oxirida oldilar-ku, oxirini, yakunni, finalni. Agar men shunaqa olay, bilasizmi, bir kamida adashmasam bir 2 hafta yotaman больницada. Avvalambor sostav bilan kelganingizga rahmat. Jonli ijroga rahmat aka. Men ha deyman, boshqa gapim yo'q. Albatta biz ham ha deymiz. 3 ta ha va siz Got Talent loyihasidasizlar. Tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Omad. Super, xush kelibsizlar. Kelibsizlar. Rahmat. Rahmat.